Assalomu alaykum YouTubechilar. Charchamay sog' salomat yursizlarmi? Mana oxiri o'zimni ko'rsatishga qaror qildim. Qarasam juda kommentariyada juda chiroyli so'zlar yozib olibsizlar. To'g'ri, endi ko'pchilik bir 3000 ta 4000 ta odamdan bir adashmasam bir 200 ta yo 500 tasi negativ. Lekin qolganlari pozitiv. Hammasi narx so'rayapti, boshqa qilyapti. Ularga kommentariyasida javob beryapmiz. Bir xillab bir balolarni yoz tashlabdi, ularga ahamiyat bermaymiz. Inson ko'karsan ham ko'karmasan ham bir ish qilsan ham qilmasan ham gapiradi, shuning uchun u narsaga ahamiyat bermayman. Xullas, aytmoqchi bo'lgan narsam vakuum divanlar haqida. Ko'pchilik vakuum divanlarga qiziqyapti, ularni qayerdan topsa bo'ladi deb aytishyapti. Xo'p, eshitinglar. Vakuum divanlarni biz Xitoydan olib kelib beramiz. Sizlar o'zlaring katalog tashib beramiz. Ya'ni biz sizlarga aytyapmiz, sizlar bu narsaga ahamiyat qilmayapsizlar. Har bitta videoda ko'rayotgan bo'lsanglar, описаниесida yozyapmiz. O'zimizni gruppamizni linkini tashab qo'yapmiz, nomerimizni yozyapmiz. Uni tushunganlar tushunib o'zi aloqaga chiqyapti. Bir xillar bizni firibgarlikda, mashinistlarda ayblayapti. Lekin ko'rayotgani yo'q, faqat videoni ko'ryapti-da, narxi qancha, ayting narxi qancha. Yo'q, narxi aytilmaydi. U narxi nima uchun aytilmaydi? Biz birinchi qo'l bo'lganimiz uchun bizdan tadbirkorlar, to'g'ri tushuninglar, u narsani bizdan sotib oladi. Bizdan sotib olgandan keyin ular ham ozgina tirikchilik qilish uchun, hali o'zbekchilik deydi, qora qozon qaynash uchun ozgina ustiga narx qo'yadi. Narx qo'yib sotadi. Shuning uchun narx aytilmaydi. Lekin sizlar o'zlaring shu narsani olmoqchimisizlar, shu vakuum divanni? Mani o'zimga yozinglar. Mani lichkam bor. YouTube'imda turibdi, Instagram'im turibdi, описаниеda tagida yozib qo'yganman. Kuchukcha Bahorov Javohir Telegram lichka. Kiringlar, yozinglar. Men sizlarga aytaman shu narsani. Lekin men u yoqda o'tirib olib sizlarga buncha narx deb aytishga vaqtim yo'q. O'zim qiladigan ishlarim bor. Vakuum divan Xitoydan sizlar misol uchun zakaz qilasizlar, biz olib kelib beramiz, qaranglar. Biz faqat vakuum divanni katalogini tashab berayotganda narxini qo'ymaymiz. Sizlarga rasmini, o'lchamini, razmerini, hali preslangan holatini, xullas hamma ma'lumotlarini, описаниесini tashab beramiz. Lekin narxi turmaydi, narxi bo'sh katak turadi. Hozir aytganimdek sababini aytdim. Sizlar ulardan tanlaysizlar. Bir kishilikmi, ikki kishilikmi, kichkina kreslomi, katta divanmi, matrasmi, xullas, любой. Tanlab olganlaringdan keyin u narsani bizga tashab berasizlar, belgilab, misol divanni rasmini oldiga pichga qo'yasizlar, bizga tashlaysizlar. Biz uni sizlarga narxi bilan keyin tashab beramiz. U Xitoydagi narxi bo'ladi. Eng pasti minimal boring. Xitoyda 500 mingdan tortib, misol uchun, u yog'i milliongacha ketadi. O'ziga qarab, albatta, razmeriga qarab. Misol uchun, oddiy middle o'rtachasini olganda, misol $200 deydigan bo'lsa, bitta divanimizni $200 o'sha divanni sizlar tanlaganlaringdan keyin, menga tashab berganlaringdan keyin, men u yoqda o'zini kilosi turadi. Kilosiga ham ahamiyat beringlar. Ko'pchilik shunday kiloni ko'ryapti-da, 80 kilo ekan, bu uje qimmat. Yo'q, bitta narsani tushuninglar. 80 kilo u divanni shunday holati, o'zi turishi 80 kilo Xitoyda. Endi uni sizlar xarid qilganlaringdan keyin bizga pulini tashab berishlaring kerak bo'ladi. Pulini kelgandan keyin yo'q, unaqa narsa yo'q. To'g'ri tushuninglar. U narsani boshida biz qilganmiz, ancha kuyganmiz. Shuning uchun unaqa narsa qilmaymiz. Sizlar pulini tashab berasizlar. Biz uni yuanga aylantirib zakaz beramiz. Zakaz berganimizdan keyin uje u yoqqa daveriya bo'ladi. Ular o'sha divanni olib qisadi, preslaydi. Preslab vakuum deydi. Vakuumni ichida preslab kichkina spalnimeshovda razmerga keltiradi. Razmerga kelgandan keyin u narsani o'sha kilogrammi tushadi. Misol uchun o'sha 80 kilolik divan sizga 40 kiloga tushishi mumkin. 40 kilo vес tashlashi mumkin. Misol uchun, например, bu aniq emas. Keyin bu yoqqa keladi. O'zbekistonga kelgandan keyin uni kargosi chiqadi. Chunki Xitoyliklarda tovari zo'r, отлично, lekin bitta narsa bor, shuni esdan chiqarmanglar. Xitoyliklar doimo tovarni o'tkazish uchun kilosini sal kamroq aytadi. Sal kamroq aytadi. Nishda o'tkazib olish uchun bu yoqqa. Xo'p, keldimi? Hozir men sizlarga misol uchun u yoqda bo'ldi, bu preslandi, tayyor bo'ldi, 40 kilo bo'ldi desam, bu yoqqa kelgandan keyin u narsa 50 kilo bo'ladigan bo'lsa, men 10 kiloga sizlarga pul to'lashim kerak bo'ladi. Shuning uchun mahsulot kelgandan keyin gramiga, kilogrammi O'zbekistonda aytiladi deb shunga aytiladi. Shunaqa bo'lgandan keyin, o'sha yoqqa kelgandan keyin u narsani sizlar qabul qilib olasizlar. U qabul qilib olish qanaqa bo'ladi? Bizning o'zimizda o'sha Chilonzorda, Toshkentda skladimiz bor.
skladga keladi. Skladga borasizlar xohlasanglar pochta bor. Starex pochta, Emu pochta, xohlagan pochta, farqi yo'q. Lekin biz ko'proq Starex pochta bilan ishlaymiz. Chunki Starex pochta bilan shunaqa hamkorlikda ishlaganimiz uchun, misol Toshkentdan Namanganga yuk jo'natadigan bo'lsak, besplatno. Namangandan keyin bu yog'iga qanaqadir summa to'lanadi ichiga. Ichki to'lov deyiladi. Misol uchun 10 mingmi, 20 mingmi, 30 mingmi endi yukingizga qarab bo'ladi bu narsa. Lekin juda qimmat bo'lib ketmaydi. Shunaqa. Uje shunda sizga misol kargosi bilan pochtasi yana pul bo'ladi. Endi biz shu narsani harakat qilyapmiz, qo'ldan kelguncha, iloji bo'lguncha shuni dilerstvasini olishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa shu vakuum divanlar dilerstvasini olganimizdan keyin inshaalloh bu narsa o'zimizda bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondan keyin behijolat o'zlaring tanlab, xohlasanglar unisini, xohlasanglar bunisini, farqi yo'q. Olib ketaverasizlar, kargo margo ham bo'lmaydi. Premoy o'zida savdo qilib olib ketilaveradi. Negativchilarga esa bitta fikr bildiraman. Avval izlaninglar, ko'ringlar. Birovni nima deydi, ustidan kulib, birovning ustiga g'alaba qilib, voy sen unaqasan, sen falonsan, bunaqasan, pismadonsan deb xudoga solib unaqa. Ko'ringlar, hamma narsa turibdi. Ochiq oydin yozilgan. Hech qanaqa bir yolg'on narsa yo'q, boshqa yo'q. Mana hozir xudo xolasa 20 kun bo'ladigan bo'lsa, bir 10 kuni o'tdi. Yana 10 kun bor. 10 kundan keyin bitta opamiz vakuum divan zakaz qilganlar. Keladi. Obzor обязательный bo'ladi va yana YouTube'ga gruppaga gruppaga keladigan bo'lsak, YouTube'da tagida turibdi gruppa. Shunda YouTube'dalik bundoq ish yo'q deb bosganlaringda opitsiyasi turganda tagida ma'lumotlar turadi-ku, silkalar qator bo'lib. O'sha yerda Express Chodak, ya'ni gruppamiz bor va Ro'zg'orbob kanalimiz bor. Gruppaga kirganda gruppaga yoza olmaysizlar, chunki bir ikkita shunaqa ifloslar gruppaga har xil narsalar tashlab olganligi uchun gruppani zapret qilib qo'yganman. Ro'zg'orbob kanalimizni o'sha gruppaga integratsiya qilib qo'yganman. Ya'ni Ro'zg'orbob kanaliga narsa tashlaganimizda gruppaga avtomatik tushadi. O'sha aytganimdek lichkaga bosasizlar, menga misol qanaqa savollaring, takliflaring bo'lsa behijolat aytaverasizlar. Mana shunaqa variant. Shuning uchun o'zim video qilishga majbur bo'ldim. Qarasam ko'pchilik ko'ngli og'rib, endi bilmaganlar borda ichimizda. Hamma ham misol mana 5 qo'l barobar emas. Shunday ekan behijolat bittagina vakuum divan emas, kiyim-kechakdan tortib xohlagan narsagacha biz olib kelib bera olamiz. Qo'limizdan keladi, inshaalloh. Shunday ekan bizdan yiroqlashmanglar. Sizlar bilan Bahorov Javohir xo'ja bo'ldi. YouTube kanalimizdan, Instagramimiz, mana gruppalarimizga a'zo bo'lsanglar, yaxshi yangiliklardan sizlarni boxabar qilib turamiz. Bizda yolg'on yo'q, birrali nima deydi, bo'rtirish yo'q, hali o'zini yaxshi ko'rsatish yo'q. Biz realni shu odamimizmi, shu odam holatda ketdi. Mana shunaqa holat. Salomat bo'linglar.